Bayroqlarni olib chiqinglar. Hop, ishtirokchilar, tayyormisizlar? Bayroqchi akam qol. Voy bo'lsalar pulga sotib olib bo'ling. Hozir men naqd 500 million so'm ustida turibman va bir kishi shu pullarni qo'lga kiritishi mumkin. Darvozani ochinglar. Bu videoda siz ko'rib turgan 100 kishi 500 million so'm uchun hali O'zbekistonda bo'lmagan 7 ta bosqichli o'yinlardan o'tib kurashishadi va bir kishi g'olib bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Tanlashimiz kerak-da. Bu 100 kishi kim deb o'ylayotgan bo'lsanglar, Reverem suvlarini xarid qilgan va Reverem suvlari bilan birga kreativ video olganlar orasidan tanlab olingan omadli 100 ta ishtirokchi. Siz ham 500 million so'm yutib olishni xohlasangiz, Reverem shouning 2-sonida ishtirok eting va 500 million so'mni qo'lga kiriting. Ha! Birinchi o'yinimiz qoidalari juda ham oson. Biz o'yin maydonini har xil joylariga Reverem show bayroqlarini qo'yib chiqamiz. Sizlar esa shu bayroqlardan birini qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizlar 100 tasiz, bayroqlar esa 50 ta. Bu degani faqat 50 ta odam Reverem show uchun, ya'ni 500 million so'm uchun o'yinni davom ettiradi. Biz har bir raundda har xil sondagi bayroqlarni maydonga joylashtiramiz, toki ishtirokchilar 50 ta bayroqni qo'lga kiritmagunicha. Raund boshlanishidan oldin qo'limni ko'taraman va signal beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Signal bermasimdan oldin chiziqni bosib o'tsangiz, o'yinni shunchaki tark etasiz. Oldingizda turgan qizil chiziqni bosib o'tishinglar bilan bayroqlardan birini qo'lga kiritishinglar shart. Agar kimdir bayroqni usha olmasa, u o'yinni tark etadi. Birinchi raunddagi bayroqlarimiz atiga 5 ta. Ishtirokchilar esa 100 ta. Kim birinchi bo'lib keyingi bosqichga o'tadi, kim esa yo'q. Bayroqlarni olib chiqinglar. Xo'p, ishtirokchilar, tayyormisizlar? Reverem show boshlandi. Babrello pulni muxlatganicha yutqizdingiz. To'g'risini aytsam, Dilshod akani kallasi shunaqangi kuchli ishlaydi. Birinchidan shunaqangi hayajonlantirib qo'yapti, birinchi gapirishidan o'zi. 5 ta yoki 6 ta odam yuguradi, chunki bayroq 5 ta qo'yilgandi. O'shaning uchun o'zimga ishondim, ishonchim bilan yutdim. Nasib bo'lsa finalda ham shunaqa ishonchim bilan yutaman. Go! Finalda oldin yugurdim. Finalda oldin yugurib qo'ydingizmi? Ha. Odamlar bir boshqacha kutdi, yuraylarni dukullab. Lekin uddaladim. Marhamat, bayroqlarni olib chiqinglar. Dona bayroq turibdi. Qaniylik omad. Tayyor bo'lsanglar, ketdi. Tayyor bo'lsanglar, boshladi. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz tezroq like bosing, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham hayajonli daqiqalar, chunki ishtirokchilar soni juda ham kamayib boryapti, chunki bu yerda ishtirokchilar ko'p. Bayroqchilar ham qoldi. Men ham hayajondaman. Juda qattiq jang bo'lyapti. Zo'r bo'ladi xohlasa. Xotirjam. Faqat o'zim boy bo'lay. Hozir bizda 5 ta bayroq, 5 ta bayroq uchun kurash bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar,
Olga! Ajoyib bo'lyapti. Emotsiyani qara. Qo'yka. Bu emotsiyalarni pulga sotib olib bo'lmaydi. Bu emotsiyalar haqiqiy emotsiyalar. Ularning xursandchiligi bizani yana tempimizni oshiryapti. Hali boshlanish, yuqori darajada davom etamiz. Marhamat. Nima bo'lganda ham sizlarga rahmat aytmoqchiman. Har bittanglarga ishtirokinglar uchun va sizlarga omad tilaymiz. Omad tilayman. Onam duosini olganman inshaalloh hammasi. Bosish kerak. Necha yoshsiz siz? 53. 53 yoshingizda. Nimani kutdingiz shu vaqtlarda yugurmadingizmi? Tavakkal, Allohga tavakkal. Suv xarid qilib aniq qatnashganmisiz yo video oldingizmi? Yo'q, so'qaringlar. Suv xarid. Gap. Eng yoshi ulug'i sizsiz. Ko'rsatib qo'ying yoshdagi bir qanaqa bo'lishi. Demak, tayyor bo'lsanglar final oldi, final. Chunki 13 ta qolgan bayroq, bundan keyin bayroqlar qolmaydi. Tayyor bo'lsanglar. Ketdik. Nimaga yugurmadinglar? Turib ketib qolishdi-da, men. Yana bu o'yinda har qancha holat bo'lishi mumkin edi. Do'ppli bola nahotki siz yana tark etsangiz bizani. Chunki 500 million olib to'y qilmoqchi edim, lekin endi to'y qilmayman. Afsus, ular o'yinimizni tark etishadi. Sizlarni esa keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklayman. Unaqa bo'lishiga qaramay, biz 50 kishiga yana bitta imkoniyatni beramiz. 50 kishi uchun bitta bayroq. Bunaqa nima desam bo'ladi? Bunaqa emotsiyaga, bunaqa adrenalinga boy show faqat Reverend showda. Mana 100 talik ichida Farg'onalikmiz biz 2 kishi o'tdik. Menga hozir bitta narsa qilsin. 50 kishi bitta dona bayroq uchun yuguradi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim ovola oladi o'sha bayroqni? To'y atmay emas menimcha. To'g'ri, real ikkinchi shans bor. Let's go! Siz bilan boya gaplashgandik aytgach, tabriklayman keyingi bosqichga o'tganingiz bilan. Xullas kalom 500 million pul bu katta pul. Meni bir qiziqtirgan yo'q, faqat pul va bayroq. Birinchi o'yinimiz o'zidayoq 49 ta ishtirokchi o'yinni tark etdi. Qolgan 51 kishini esa oldinda emotsiyaga boy o'yin kutyapti. 50 million! 100 million so'm beraman.